Fuqarolar sog'liqni saqlash qonunida 41-moddasida amalda tibbiyot yoki farmatsevtika sohasida tugallanmagan oliy ma'lumot, ya'niki o'zimiz juda yaxshi bilamiz, necha yillardan beri 3-4-kursdan keyingi studentlarimiz navbatchilik olib, hamshira yoki medbrat bo'lib ishlashi mumkin edi, mana shu qonun asosida. Hozir mana bu yangi tahrirdagida bu narsa olib tashlanyapti-da. Faqat kasbiy ta'lim o'sha diplom bo'lsa, ma'lumotga ega, oliy ma'lumotga ega bo'lsagina faoliyat yuritishga ruxsat berilyapti. Bu balkim to'g'ridir, lekin ikkinchi tomondan buni minus tomoni ham bor-da. Biz 3-4-kursdan keyin studentlarimizni ruxsat berib med hamshira yoki medbrat bo'lib ishlashiga ruxsat berib, birinchidan tajribasiga, ikkinchidan agar bunda olib qaraganda elektoratimiz manfaatlarini ko'zlagan holda o'zlari moddiy tomondan qoplashiga ruxsat berilgan edi. Bu yaxshi tomonlari ko'p edi. Buni olib tashlabdi. Buni qanchalik asoslaymiz? Ilgari tibbiyot xodimlarini yetishmovchiligi uchun bu kiritilgan bo'lsa, bugungi kunda biz amalda 5000 oliy ta'lim muassasasida har yilgi ehtiyojda 5000 shifokorga ehtiyojimiz bo'lsa, bizda tugatayotgan talabalarimiz soni 17,5 minggacha chiqdi. Ya'ni bunaqa ehtiyoj yo'q birinchidan, ikkinchidan talaba dostуп к телу-da bu. Ya'ni u ertaga medbrat bo'ladimi, feldsher bo'ladimi, baribir tibbiy muolaja amalga oshiradi. O'rta tibbiyot xodimining o'ziga belgilangan malaka talablariga asosan unda o'sha texnikum ma'lumotga ega bo'lish kerak. Ya'ni o'zi diplomiga ega bo'lish kerak va bu ta'lim to'g'risidagi qonunning 40-moddasiga asosan diplomga ega bo'lsa, ishlash huquqi berilishi kerakligi to'g'risida tamoyil bor. O'sha tartiblardan kelib chiqib hamda o'zimizning amaldagi qonunimizning 41-moddasiga muvofiqlashtirilgan holda ushbu o'zgartirishlarni kiritgan edik.